Hurmatli hamshaharlar va sport ishqibozlari. 2023-yilning 3-noyabrdagi Vazirlar Mahkamasining 583-sonli qaroriga asosan Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida o'qish istagini bildirgan sportchilar Davlat xizmatlari markazi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali boshlang'ich sport tayyorgarligidan o'tgan, sport razryadiga ega bo'lgan hamda iqtidorli sportchilar o'qishga kirish uchun hujjatlarini topshirishi belgilangan. Unga ko'ra, markaz rahbariyati me'yoriy hujjatlarga binoan joriy yilning 1-iyulidan 31-iyuliga qadar Buxoro Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markaziga 2025-2026 o'quv yili uchun imtihon sinovlari asosida quyidagi sport turlarining 5-sinfiga o'qishga qabul boshlanganligini e'lon qiladi. Bular: boks, Yunon-rum kurashi, dzyudo, taekwondo WT, qilichbozlik, milliy kurash, og'ir atletika, yengil atletika, stol tennisi, karate VKF, velosport, badiiy gimnastika, akademik eshkak eshish, suzish. Bundan tashqari, para sport bo'yicha imkoniyati cheklangan yoshlarni ham para suzish, para yengil atletika, para kamondan otish, para powerlifting, para taekwondo, para qilichbozlik va para stol tennis sport turlariga 10-sinfga qabul qilinadi. Markazda ta'lim olish bepul bo'lib, professional tarzda tanlangan sport turi bilan shug'ullanish bilan birga 4 mahal issiq ovqat va yotoqxona bilan ta'minlanadi. Barcha qiziqtirgan savollar bilan 65 kodli 222 35 23 telefon raqamiga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Manzil: Buxoro shahar 6-kichik nohiya, Tojmahal to'yxonasi ro'parasidagi sobiq Olimpiya zaxiralari kolleji.